Endi esa keling, hayot qiymati haqida davlat nuqtai nazaridan gaplashamiz. Siz odamlar bu yangi neft degan jumlani eshitganmisiz? Ha, davlat bizni chindan ham resurs deb sanaydi. Axir qancha ko'p ishlasak, shuncha ko'p soliq to'laymiz. Shuning uchun O'zbekistonda hayotingizni baholash usullari mavjud. Davlat bolalar bog'chasi, maktab va universitetga mablag' sarflab bo'lgan. Endi bu pulni qaytarishni rejalashtirmoqda. Masalan, bir insonni olsak, 3 yil bog'cha uchun 65 million, 10 yil maktab uchun 110 million va universitet uchun deylik 4 yilga 125 million. Jami deyarli 300 million so'm. Bir insonni o'qitish shuncha turadi. Maktabni qo'riqlash va ta'mirlash uchun to'lovlar hisob emas. Davlat sizga pul sarflaydi va bu pulni soliq shaklida qaytarib oladi. Buning uchun bir kishi umri davomida qancha pul ishlashini hisoblash lozim. O'rtacha o'zbek oyiga 3 million topadi. Bu yiliga 36 million. Buni 50 yil faol mehnat hayotiga ko'paytirsak, bugungi kun bo'yicha inflyatsiyani hisobga olmaganda 1 milliard 800 million chiqadi. Bu ko'pmi yoki kam? Bu kattagina bir uy uchun yetarli, lekin qaysidir pulga yashash, ovqatlanish, kiyinish, biror joyga sayohat qilish yoki hech bo'lmaganda 2 yilda bir marta telefonni almashtirish kerak. Bir so'z bilan aytganda bu juda g'oyatda kam. Biz qancha soliq to'laymiz? 13%. Aslida ham 13%mi? Barcha soliqlarimiz faqat JMSDning 13%. Ish beruvchining siz uchun pensiya jamg'armasiga, ijtimoiy sug'urta fondiga va tabiiy sug'urtaga qo'shimcha 30% to'laydi. Va agar norasmiy tarzda ishlasangiz, davlatni ahmoq qildim deb o'ylamang. 20% miqdordagi KKS har bir mahsulot narxida bor. Bunga alfagaz, tamaki va benzin uchun aksiz solig'i, yana transport, yer va mol-mulk solig'i. Umuman olganda o'rtacha o'zbek davlatga 48% maoshini beradi. 1 milliard 800 millionning 48% bu 936 million. Davlat sizga 300 million sarflaydi va 936 million qaytarib oladi. O'zbekistonda bitta odamning hayoti shuncha pulga